Assalomu alaykum hammaga. Oldingi videomizda sozlamalar bo'limi bilan tanishib chiqqandik. Bugun biz omborxona bo'limini ko'rib chiqamiz. Omborxona bo'limini omborxonalar qismidan boshlaymiz. Bu yerda biz yangi omborxona yaratib olishimiz mumkin. Masalan, yangi ombor. Hamda omborxona mudirini tanlaymiz. Hamda manzili navbahor bo'ladigan bo'lsa, omborxonaga ruxsati bor xodimlar. Xuddi oldingi videomizdagi shu omborxona ko'rinishi kerak bo'lgan xodimlar kiritib chiqiladi. Va saqlash qiladigan bo'lsak, mana yangi omborxona yaratib oldik. Va bu yerda ma'lumotlarni tahrirlash, holatini bloklash va o'chirish imkoniyati ham bor. Ma'lumotlar agar manzili o'zgaradigan bo'lsa, manzilini o'zgartirib, xodimlarni qo'shib, yana qaysidir omborxonada ruxsati bor xodimlar qo'shilgan bo'lsa, bularni qo'shib saqlab qo'yishimiz mumkin. Va omborxonani ichini tartiblab olish uchun masalan A blok hamda B blok, C blok va A blokni o'zini ham tartiblab olish uchun birinchi qavat, ikkinchi qavat va qavatlarning ichida yacheykalar qo'shib ketish mumkin. Birinchi yacheyka, ikkinchi yacheyka, uchinchi yacheyka qilib. Xuddi shunaqa omborxonani strukturasini tuzib chiqamiz. Endi esa xomashyolar ro'yxatini ko'rib chiqamiz. Xomashyolar ro'yxatida biz dasturga omborxonamizda mavjud bo'lgan tovarlarni ma'lumotlarini kiritib chiqamiz. Dastur o'zidan o'zi bilmaydi bizni omborxonamizda qanaqa tovarlar borligini. Uni biza kiritib chiqamiz. Biznesda ishlatadigan tovarlarimizni. Endi kategoriya yaratish. Xo'p, endi bitta kategoriya yaratib olsak, masalan, metall uskunalarga saqlash qilamiz. Mana metall uskunalar kategoriyasi yaratildi. Endi buning ichiga yana alohida kategoriya yaratishimiz mumkin yoki-da xomashyo. Agar 2-3 xil firmadan oladigan bo'lsak, 2-3 ta brend bilan ishlaydigan bo'lsak, alohida brendlarning kategoriyasini yaratib olishimiz mumkin yoki-da xomashyo yaratib olishimiz mumkin. Bitta xomashyo yaratib ko'raylik. Bu yerda xomashyoni rasmi bo'ladigan bo'lsa, agar rasmini kiritib ketamiz. Nomi masalan mix bo'ladigan bo'lsa 5 mm va bu xomashyo kirimi donada bo'ladimi yoki donada emasmi? Shuni belgilab ketamiz. Mana bu yerda bosadigan bo'lsak, to'liq ma'lumot bor. Mix donada kirmaydi uchun buni o'chirib qo'yamiz. Bu yerda artikuli, mixni artikuli bo'lishi mumkin. Masalan, qanaqadir shunga o'xshagan sonlar, raqamlar va og'irligi. Masalan, 1 kilogramm shtrix kodi. Xomashyo birligi kilogrammda va 1 kilogramm 1000 gramm. Xo'p, kirim narxi masalan 1 kilogrammi 30 ming so'm bo'lishi mumkin va eksklyuziv marja. Jahon standartlariga ko'ra mijozlar 3 xil turga bo'linib ishlanadi. Eksklyuziv mijozlar, multibrend mijozlar va mijozlar. Ya'ni eksklyuziv mijozlar faqat bizni brend bilan ishlaydigan mijozlar. Multibrend mijozlar esa ko'plab brendlar bilan ishlaydigan mijozlar. Oddiy mijoz esa shu kundalik mijozlar hisoblanadi. Xo'p, eksklyuziv marjaga kamroq ustama qo'yiladi. Masalan, 5000 so'm qo'yadigan bo'lsak, multibrendga biroz ko'proq bo'ladi, 7000 so'm va mijozlarga esa 10000 so'm. Bularni foizda qo'yish imkoniyati ham bor va 30000 so'm, 35000 so'm ustiga qo'yadigan bo'lsa, mana ichani bosadigan bo'lsak, 35000 so'm ko'rsatadi. Bunda 37000 so'm va 40000 so'm. Bu sotuv narxi shunaqa bo'ladi. 30000 so'm kelgan tovar 35000 so'm, 37000 so'm va 40000 so'mga sotiladi, mijozning turiga qarab. Mijoz turlarini esa mijozlar bo'limida ko'rib ketamiz.
Va omborxonada shu miqdan qancha qolsa yoki o'shandan kam qoladigan bo'lsa, bizga xabar berish uchun mana shu yerga ma'lumot kiritib ketamiz. Masalan, 5 kilogramdan kam qolsa, demak biz zakaz qilishimiz kerak bo'ladi. Shu uchun bu yerga 5 kilogram yozib qo'yamiz va har bir omborxona uchun alohida kiritish imkoniyati ham mavjud. Bu yerda omborxonani tanlaymiz. Masalan, Navbahor 1 omborxonasi bo'ladigan bo'lsa, Navbahor 1 omborxonasi uchun 3 kilogram mix qolsa va undan kam qolsa bizga xabar beradi yoki qizil rangda ko'rinadi qoldiqlar bo'limida. Agar QQS bo'ladigan bo'lsa 12% QQSni yoqib qo'yamiz. Va qadoqlash tushunchasi mavjud. Bu yerda masalan yangi qadoq yaratib oladigan bo'lsak yoki mana xalta degan qadog'imiz bor ekan. Xalta degan qadog'ini kiritadigan bo'lsak, miqdori masalan bir xalta mix necha kilogram bo'ladi? Masalan 50 kilogram yozadigan bo'lsam, qadoq tushunchasi kiritildi. Bu xomashyoni kirim qilishda kerak bo'ladi. Keyinchalik ko'rib ketamiz. Hamda qo'shimcha qadoq kiritish imkoniyati ham mavjud ekan. Bitta yangi qadoq yaratib olamiz. Masalan, korobka deydigan bo'lsak, korobka 5 lik deydigan bo'lsak, to'liq nomi korobka. Xo'p, shunaqa tursin, saqlash qilamiz. Endi esa bu korobkani kiritamiz va korobkada necha kilogram mix bo'ladi? 5 kilogram deb saqlaydigan bo'lsak, mana mahsulotni yaratib oldik. Agar rasm qo'yganimizda bu yerda rasmi ko'ringan bo'lasida, hozircha 0 kilogram mahsulot bor. Chunki bu mahsulotni hali omborga kirim qilmadik. Prosta dasturga shunaqa mahsulot mavjudligini kiritdik. Va narxlari bu yoqda. Va bemalol mahsulotni rangini o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni ko'p ishlatiladigan tovarlar yoki muhim tovarlar, unchalik muhim bo'lmagan tovarlar, shunga qarab mahsulotning rangini o'zgartirib, shunaqa ishlash imkoniyati mavjud. Va bemalol mahsulotni ma'lumotlarini tahrirlashimiz mumkin. Hamda mahsulotni 3D modelini yuklashimiz ham mumkin. Bu yerda esa mahsulotni joylashuvini ko'chirish imkoniyati mavjud. Bu mahsulot metall uskunalar degan papkada turganda, xohlasak temir buyumlar papkasiga ko'chirib saqlab qo'yishimiz mumkin. Metall uskunalar papkasidan chiqdi. Endi esa temir buyumlar papkasida mana mix 5 mm lik paydo bo'ldi. Buni joyiga qaytarib ko'chirib qo'yamiz. Xo'p, endi esa mahsulotlarni bitta-bitta kiritmasdan общий hamma bazani import qilishni ko'rib chiqamiz. Donali mahsulotni importini ko'radigan bo'lsak, bu yerga fayl yuklash. Bizda fayl yo'q, shu uchun shablonni yuklab, shablon orqali faylni taxlab olamiz, keyin esa yuklab dasturga kiritamiz. Shablonni yuklash, shablonni ochib olaman. Mana Excel orqali shablonni ochib oldim. Xuddi shunaqa ko'rinishda ko'rinadi. Endi esa mana bu yerga mahsulotlarning nomini yozib chiqishim kerak bo'ladi. Zolotaya kromka. Bu yerga mix 6 lik, mix 8 lik bo'lsa va mix 3 lik bo'lsa. Bu kattalar bo'sh qoladi. Artikulini kiritmoqchi bo'lsak, artikuli 33 44. 44 55 bo'lsa, 55 66 bo'lsa. Og'irligi kilogramda 6 likdan og'irligi 1 kilogram bo'lsa, 1 va 1. Shtrix kodi ham ochiq qoladi. Buni ham avtomatik generatsiya qiladi. Valyutasi so'mda bo'lsa so'mda, dollarda bo'lsa dollarda. Biz so'mda kiritib chiqamiz hammasini. Va kirim summasi qancha bo'ladi 1 kilogrammi? 40 ming so'm bo'lsa, 50 ming so'm va 20 ming so'm bo'lsa va eksklyuziv mijoz uchun summada bo'lsa summada yozamiz, foizda bo'lsa mana bunaqa foizda qilib qo'yamiz. Endi
10% qilib ketadigan bo'lsak, 5% bunga 5000 so'm ustama qilib qo'yaylik. Multibrend mijoz uchun va xaridor uchun. Xo'p, hammasiga bir xil qilib chiqaman. Va ogohlantirish miqdori. Omborda necha kilogramm qolsa yoki undan kam qolsa bizga ogohlantirish beradi. 5 kilogramdan qilib chiqay va QQS. Buni endi saqlab olamiz va dasturga yuklaymiz. Mana saqladik. Endi esa dasturda import qismida donani bosib, chunki donali mahsulotni kiritdik va faylni yuklash qilib o'sha o'zgartirgan faylimizni yuklaymiz. Xuddi shunaqa ko'rinishda dasturda ochiladi. Bu yerda belgilab olamiz. Nomini o'chirib tashlaymiz, chunki bu qator kirim bo'lmaydi. Bu yerda esa nomi, xomashyo, artikul, oxirligi, shtrix kodi. Bu yerda Excel'dagi datalarni dasturga kiritib chiqyapmiz. Va bu yerda qaysi papkaga kirim qiladiganimizni belgilab qo'ysak va shtrix kodiga avtomatik barkodni bosadigan bo'lsak, mana. Endi esa bemalol import qilishimiz mumkin. Bu mahsulotlarni bitta-bitta kiritib o'tirmaslik uchun общий hamma bazani import qilish uchun ishlatiladigan funksiya. Import qilish. Mana muvaffaqiyatli import bo'ldi. Endi bitta sahifani yangilaydigan bo'lsak, mana hammasini kiritib oldik. Mahsulotlarni bitta-bitta xomashyo yaratish qilib chiqmasdan общий bitta Excel'ga kiritib, bemalol kiritib olishimiz mumkin. Xuddi shunaqa metr kvadratlik, litrlik, metrlik va kilogrammlik mahsulotlarni ham xuddi shunaqa kiritib olishimiz mumkin. Xo'p, endi esa mahsulotlarni kirimini ko'rib chiqadigan bo'lsak, mahsulotlarni papkaga kiritib oldik, ya'ni shunaqa mahsulotlar bilan ishlaymiz deb. Endi esa omborxonamizga kirim qilib olamiz. Ixtiyoriy kirim qilamiz. Omborxonani tanlaymiz. Navbahor 1 omborxonasi. Ta'minotchi. Ta'minotchilarni yaratishni ta'minot bo'limida ko'rib ketamiz. Bu yerda birorta ta'minotchini shunchaki qo'shib qo'yadigan bo'lsak, va bu yerda mixlarni kirim qilamiz. Xuddi shu mahsulotlarni, chunki biz yaratib olgandik, qoldig'i 0 turgandi. Endi esa qoldig'ini ko'paytiramiz. Hammasini birdaniga kirim qilsa ham bo'ladi. Shunaqa miqdori, masalan, 5 dona, 6 dona, 7. Kilogrammda kiritganimiz kilogramm turibdi, donada kiritganimiz donada. Va mix 8lik 7. Mana bu 5 millimetrlik mixni biz qadoqlarda kiritib ketgandik. Xalta qadog'ida 50 kilogramm bor degandik bir xaltada va korobka qadog'ida 5 kilogramm bor degandik. Shunaqa 6 korobka kirim bo'ladi. Ya'ni 900 ming so'mlik. 30 ming so'mdan 1 kilogramm bo'ladigan bo'lsa 30 korobka deb hisoblayapti. Xuddi shunaqa 30 mingga ko'paytirib 900 ming so'm summa chiqaribdi. Agar kirimda biror bir izoh bo'ladigan bo'lsa, masalan, yaxshi sharoitda saqlansin. Buni kiritib olsak va keyinroq sozlamalarda yuk xatlari bo'ladigan bo'lsa, yuk xatini kiritib, qaysi sanada agar oldinroq kelgan bo'lsa, oldingi sanasi bilan soatlarigacha kiritib ketishimiz mumkin. Xo'p, saqlash qiladigan bo'lsak, mana zakazimiz ko'rindi, ya'ni kirim raqami ko'rindi. Bu yerda esa tasdiqlash qiladigan bo'lsak, ombor mudiri yoki boshliq tasdiqlay oladi. Bu ruxsatlar orqali boshqariladi. Tasdiqlash funksiyasi. Saqlash qiladigan bo'lsak, mana tasdiqlandi. Endi esa omborxonada ko'rinadi. Metall uskunalar 30 kilogramm. Buni qadoq orqali kirim qilgandik. Mix va 7 dona. Xuddi shunaqa mahsulotlar kirim qilib olinadi. Endi esa qoldiqlar ko'rib ketadigan bo'lsak, bu yerda papka kesimida, ya'ni o'sha
biz yaratib olgan papkalar kesimida ko'rishimiz mumkin. Metal uskunalar papkasi. Agar papkasiz ko'raman deydigan bo'lsak, barcha mahsulotlar shunaqa ko'rinadi. Papka kesimida emas, просто shunchaki ko'rinadi. Bu yerda omborxonalar kesimida ko'rishimiz mumkin. Bizniki Navbahor bir omborxonasi deydi mana. Mix 3lik, mix 6lik va mix 8lik. Xuddi shunaqa artikuli, kutilayotgan chiqimdagi donasi hamda kirim summasi ko'rinadi. Qoldiqlar bo'limi ham shunaqa ishlaydi. Va bu yerda esa ishlab chiqarilgan xomashyolar qoldig'i va tayyor mahsulotlar qoldig'i ham mavjud. Buni keyinchalik ko'rib ketamiz. Endi esa sarf qilishni ko'radigan bo'lsak, sarf qilish nima? Biror bir mahsulotni ishchilar uchun sarf qiladigan bo'lsak, masalan, qo'lqop bo'lishi mumkin, yo skoch bo'ladigan bo'lsa, buni sarf qilish orqali omborxonadan kamaytiramiz. Ya'ni omborxonani tanlaymiz. O'sha Navbahor bir omborxonasini tanlaymiz. Qabul qiluvchi xodim bu yoqda xodim biriktiriladi. Qaysi xodim shu mahsulotni sarf qiladigan va izoh bo'ladigan bo'lsa, ishi uchun kerak. Bu yerda raqami ham chiqadi xodimni. Keyingisida xomashyoni mix 3lik. Shuni sarf qilamiz. Ya'ni sarf miqdori 5 dona bor edi. 2 donasini sarf qilamiz. Bu yerda SMS orqali tasdiqlash imkoniyati mavjud. Buni bosadigan bo'lsak, xodimni telefon raqamiga, mana shu telefon raqamiga SMS boradi va buni kiritgandan keyin omborxonadan olib chiqib ketishi mumkin va xodim zimmasiga tushadi bu mahsulot sarfi. Buni hozirchalik o'chirib turamiz. Bu yerda xuddi shunaqa bo'lib sarf qilish nariyati shakllanadi. Xuddi shunaqa ko'rinishda ko'rinadi. Endi esa hisobdan chiqarishni ko'radigan bo'lsak, hisobdan chiqarish nima? Bu yerda yaroqsiz bo'lgan mahsulotlar hisobdan chiqariladi. Biror bir ob-havo sharoitida yoki kimnidir ehtiyotsizligi natijasida biror bir mahsulotga zarar yetadigan bo'lsa, bu hisobdan chiqariladi. Sarf qilishda esa ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan mahsulotlar sarf qilinadi. Hisobdan chiqarishda shunchaki nimadirga zarar yetgan bo'lsa, hisobdan chiqarib yuboriladi. Kimnidir zimmasiga qo'yib. Buni ham Navbahor bir skladidan sababi sindi deydigan bo'lsak, saqlash. Yana mix 3likni sarf qiladigan bo'lsak, 5 dona bor ekan. 2 tani sarf qilamiz. Hisobdan chiqarish. O'sha sanasi, vaqti yoziladi. Omborxona sindi. Hamda yana biror bir izoh bo'ladigan bo'lsa, uni yozib qo'yamiz. Agar asos bo'ladigan bo'lsa, o'sha singanini, rasmini biriktirib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, saqlash qiladigan bo'lsak, mana sindi 40 ming so'mlik mix. Bu yerda tasdiqlanmagan. Agar tasdiqlash qiladigan bo'lsak, omborxonadan mix 3lik 2 dona kamayadi. Tasdiqlandi. Endi esa qoldiqqa kiradigan bo'lsak, mana mix 3lik 3 dona qoldi. 5 dona edi, 2 ta hisobdan chiqardik uchun 3 dona qoldi. Xo'p, o'tkazmalarni ko'radigan bo'lsak, bir omborxonadan boshqa omborxonaga o'tkazma qilishda ishlatiladi. Ya'ni Navbahor omborxonasiga kirib, o'tkazma shakllantiramiz. O'tkazma 2 xil turda ishlaydi: o'tkazib berish yoki so'rov yuborish. Agar yetishmaydigan omborxonada bo'ladigan bo'lsak, bor omborxonaga, o'sha mahsulot mavjud bo'lgan omborxonaga so'rov yuboramiz va omborxona so'rovni qabul qiladigan bo'lsa, mavjud omborxonada mahsulot kamayib, so'rov yuborgan omborxonaga o'tadi. O'tkazib berishda esa mavjud bo'lgan omborxona boshqa omborxonaga o'tkazma qilib beradi. Masalan, qaysi omborxonaga o'tkazib beramiz? Navbahor bir omborxonasida turibmiz. Masalan, asosiy skladga o'tkazma qilamiz. Sababi u yerda yetishmayapti.
Keyingisini bosadigan bo'lsak, bu yerda mix uchlik 20 ming so'm ekan. Soni 2 dona o'tkazma qilamiz 40 ming so'm. Va saqlash qiladigan bo'lsak, mana asosiy omborxonada 211 2 dona mix. Endi Navbahor omborxonasida hali kamaygani yo'q. Mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Hali kamaygani yo'q. Chunki hali asosiy sklad buni kelganini tasdiqlamadi. Agar asosiy skladga o'tib, buni kelganini tasdiqlaydigan bo'lsak, asosiy skladda mix ko'payadi. Navbahordagi omborxonada mix kamayadi. Mana qoldiqlarga o'tadigan bo'lsak, Navbahordagi omborxonada mana bir dona qoldi. Endi o'tkazmay o'tib, asosiy skladdan kirim qilib qo'yadigan bo'lsak, kirimni tasdiqlaymiz. Endi esa asosiy omborxonada mix ko'payadi 2 donaga. Chunki o'tkazma qildik. Mana mix uchlik 2 dona asosiy omborxonaning qoldig'ida ko'paydi. O'tkazma xuddi shu tartibda ishlaydi. Bu yerda so'rov yuborilganlar va o'tkazib berilganlar ko'rinadi. Endi esa inventarizatsiyani ko'rib ketadigan bo'lsak, inventarizatsiya ham ikki xil uslubda ishlaydi. Ochiq hamda yopiq inventarizatsiya va to'liq hamda qisman inventarizatsiya qilish mumkin. To'liq inventarizatsiya bo'lsa, o'sha omborxonada kirim chiqimlarni yopib qo'yadi, faqat inventarizatsiya uchun ochiq bo'ladi. Va qisman inventarizatsiyada esa omborxonani tanlaymiz va omborxonadagi qaysi bo'limda, ya'ni omborxonani yaratganimizda bloklarga va bo'limlarga ajratib chiqqandik. Faqatgina o'sha bo'limni yopib qo'yib, kirim chiqimni to'xtatib, o'sha bo'limda inventarizatsiya qilish imkoniyati mavjud bo'ladi. Bir va undan ortiq bo'limlarda ham inventarizatsiya qilish imkoniyati mavjud. Ochiq hamda yopiq turdagi inventarizatsiya mavjud. Ochiq turdagi inventarizatsiya, ya'ni mahsulotlar dasturda ko'rinib turadi, qoldig'i qancha dasturda qoldiq mavjud o'sha mahsulot bo'yicha. Yopig'ida esa dasturda hech qanaqa qoldiq ko'rinmaydi. Hayotda nechta qoldiq qolgan bo'lsa, o'sha yoziladi. Ochig'ida esa dasturda ko'rinib turadi. Hayot bilan solishtirib, real hayotda qancha mahsulot borligi bilan solishtirib, shunaqa ishlash mumkin. Omborxonaga ruxsati bor xodimlar bu yerda kiritib chiqamiz. Kimlar inventarizatsiya qilish mumkinligini yoki inventarizatsiyani keyinroq boshlaydigan bo'lsak, masalan, ertangi kunda va soati, vaqtini kiritib ketish mumkin. Masalan, soat 10 da boshlaydigan bo'lsa, tanlash qiladigan bo'lsak va 2 kundan keyin mana inventarizatsiya boshlanadi. Xuddi shunaqa inventarizatsiyaga kirib, tasdiqlash qilib inventarizatsiyani boshlash mumkin. Bu yerda bu bo'limda mahsulotlar yo'qligi uchun hech qanaqa mahsulot ko'rinmadi. O'zimiz yaratib olgan omborxonani ko'rib chiqadigan bo'lsak, Navbahor bor, ochiq, to'liq inventarizatsiya qiladigan bo'lsak, hop. Boshlash qilamiz. Boshlash qiladigan bo'lsak, mana bu yerda shu omborxonada mavjud bo'lgan tovarlarni ko'rsatadi. Inventarizatsiya xuddi shu usulda ishlaydi. Va oxirida qancha qarzdorlik bor, tekshirilgan xomashyolar soni, summasi va yetishmovchilik, ortiqcha bo'lsa agar ortiqchasi hammasini ko'rsatib beradi. Endi esa kutilayotgan chiqimni ko'radigan bo'lsak, bu yerda zakaz olgandan keyin qaysidir tovarlar ishlab chiqarish uchun yetishmaydigan bo'lsa, o'shalar ko'rinib turadi. Va shartnomalar bo'yicha chiqim, buyurtmalar bo'yicha va post savdo chiqimlarini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda chiqim qilishda asosiy omborxonaga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda cheklar bo'yicha chiqim qilish mumkin. Bu cheklar savdodan keyin bu yerda ko'rinadi. Masalan, 523-chekda mana bu yerga bosadigan bo'lsak, shu mahsulot chiqim bo'lishi kerak omborxonadan.
buni sotuv bo'limida yana batafsil gaplashamiz. Omborxona bo'limi shulardan iborat edi.